Jamoani oldinda muhim o'yin kutmoqda. Kuchli 8likka kirish va nimchorak finalga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma. Ertaga Benfikaga qarshi o'yinda g'alabaning kaliti nimada bo'ladi? Siz aytganingizdek, bu o'yin biz uchun juda katta ahamiyatga ega. Biz shu 8likda bo'lishni xohlaymiz. Ertaga 3 ochko olishimiz kerak. Qarang, ular hatto yoshlar tarkibini tushirganda ham baribir imkoni boricha kuchli yetakchiga ega bo'lishardi. Men allaqachon futbolchilarga ertangi bahs qanchalik og'ir bo'lishini aytib qo'ydim. Biz bu o'yinga katta kamtarlik bilan yondashyapmiz va shuni tushunamizki, g'alaba qozonish uchun bor kuchni ishga solish, nihoyatda yuqori konsentratsiyani saqlash va 90 daqiqa davomida imkoniyatlarning eng yuqori chegarasida o'ynashga to'g'ri keladi. Benfikadan bundan boshqasini kutmayman. Ustiga ustak, ular uyda o'z muxlislari qarshisida o'ynaydi. Matbuot anjumanida Jose Mourinho siz va Real Madridda birga bo'lgan vaqtingiz haqida juda iliq gapirdi. Uning so'zlarini eshitish imkoniga ega bo'ldingizmi? Ha, albatta. Men uning matbuot anjumanini o'tkazib yubormadim. Futbolchi bo'lgan paytlarimda ham ularning birortasini qoldirmas edim. Kiyinish xonasida uning har bir chiqishini yoqib tomosha qilardik. Bugun ham shunday bo'ldi. U mening haqimda aytgan barcha gaplarini eshitish men uchun ulkan faxr. Rostini aytsam, juda ta'sirlandim va xursandman. Chunki Jose men uchun shunchaki murabbiy emas, balki bundan ancha ko'proq bo'lgan. Har jihatdan, ayniqsa insoniy tomondan. U mening faoliyatimda nihoyatda muhim rol o'ynagan va bugun men uni yaqin do'stim deb bilaman. Shu sababli aytgan har bir so'zi uchun undan juda minnatdorman.